Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizda yana bir hujayra darajasida davolovchi mutaxassis, akusher-ginekolog Hamidova Nigora Rustavna ish faoliyatlarini boshladilar. Bugungi suhbatimizda ayollarda ko'p uchraydigan mioma, kistozlar, endometrioz va boshqa yallig'lanish kasalliklari rak kasallikka aylanishi mumkinmi? Bu kasalliklarning kelib chiqish sabablari va davolash haqida qisqacha suhbat olib boramiz. Agarda siz bizni birinchi marta kuzatayotgan bo'lsangiz, bizning kanaldagi barcha videolarni ko'rib chiqing. Siz uchun qiziqarli ma'lumotlarni albatta topasiz. Hozirgi kunda bizni klinikamizga qaysi kasalliklar bilan ko'proq murojaat etishyapti? Hozirgi kunda bizga murojaat qilayotgan bemorlar orasida mioma, adenomioz hamda endometrioz kasalliklari ko'p uchrayapti. Murojaat etayotgan bemorlarning aksariyatini qiziqtiradigan savollardan biri, ya'ni o'ylantiradigan muammolardan biri desak ham bo'ladi, mioma kasalligi rakka aylanishi mumkinmi degan savolni ko'p berishadi. Shu haqda to'liqroq ma'lumot bersangiz. Mioma odatda rakka aylanmaydi. Lekin miomani o'zi ayollar ko'pincha bilishmaydi, chunki simptom kamdan-kam beradi. O'zini tekshirtirganda bachadonda tugun aniqlanish hisobidan menda mioma bor ekan deb yurishadi. Miomaning turlari juda ko'p. Rakka aylanmaydi degani bilan boshqa asoratlari bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin qon ketish, bepushtlik va borib bemorlarni hayot sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni hajmi kattalashib tursa, bu hayot uchun xavf tug'diruvchi qon ketishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli miomasi bormi? Bizni klinikamizga murojaat qilsalar, biz operatsiyalarsiz hujayra darajasida davolashga yordam beramiz. Javobingiz uchun rahmat, Dilshod Yo'ldoshevich. Yana bir qiziqarli faktni aytib o'tib ketsangiz, ayollarda uchraydigan qaysi kasalliklar aynan rak kasalligiga olib keladi? Ayollarda uchraydigan kasalliklar odatda biz barcha rak oldi kasalliklarini fakultativ va obligat rak oldi kasalliklarga bo'lamiz. Fakultativ rak oldi kasalliklarga bo'lishi mumkin bu polikistozlar, bachadon endometrining giperplaziyasi va surunkali endometritlar ham borib o'sha rak oldi kasalliklariga o'tib ketishi mumkin. Ayollarda onkologik kasalliklarda, umuman barcha onkologik kasalliklarda rak oldi kasalliklari biz bo'lamiz. Fakultativ va obligat rak oldi kasalliklari bor. Bu bo'lishi mumkin mastopatiyalar. Ayollarimizda afsuski ko'pincha e'tiborsiz qoldirishadi. Tuxumdonlarda polikistozlar, surunkali endometriozlar yoki bachadon bo'yni eroziyasi holatlarida bu onkologik kasalliklarga kelib chiqishga bir moyilligi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bular doimiy davolanish, doimiy dinamikada o'zida ko'rib turishimiz kerak. Qabulimizga kelayotgan ayollarning ko'pchiligi bizdan so'raydigan savoldan biri operatsiyasiz, gormonlarsiz qanday davolaysizlar va nima dori vositalarini ishlatasizlar degan savollarni berishadi. Shu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tsangiz. To'g'ri, biz operatsiyasiz davolaymiz va gormonal preparatlarni ishlatmaymiz bu kasalliklarni davolashda. Biz bilamiz, har bir kasallikning negizida bu hujayralarning yallig'lanishi yotadi. Hujayraning faoliyati buzilishidan bu kasalliklar yuzaga keladi. Odatda traditsion davolanishda o'sha qon tomiri orqali yoki ichga qabul qiladigan gormonal preparatlar berishadi. Bu oldingi videolarda biz tushuntirgandik, o'sha yallig'lanish o'chog'igacha yetib bormaydi. Chunki u mikrokapillyarlardan tashqari u yerda limfodrenaj mavjud, boshqa mikrosirkulyatsiya mavjud. Biza umumiy aytadigan bo'lsak, yallig'lanishga qarshi, shishga qarshi spazmolitiklar, kichik dozada antibiotiklar qo'llab bu kasalliklarni davolaymiz. Odatda so'rashadi, bitta kurs yetarlimi desak, yo'q. Bitta kurs yetmaydi, chunki bu kasalliklarni kelib chiqishga yillar, ba'zilari 10 yillab surunkali davolanadi, oxirigacha yetib bormaydi. Bu 10 yillab cho'ziladi. Ya'ni bizani 8-10 kunlik bitta kursimiz bilan bu oxirigacha davolanmaydi. Shuning uchun 3-4 ta kurs talab qilinadi oxirigacha davolanish uchun. Shu o'rinda yana aytmoqchiman, kasallikni davolashda bemorning o'zidagi hayot tarzini ham to'g'rilash juda ham muhim hisoblanadi. Bu birinchi psixologik, ya'ni stress. Bir bemor bilan murojaat qildi, bizada aytayaptiki, men baribir yaxshi bo'lmayman deb og'izda aytayapti-da. Bu juda ham ustanovkani o'zi noto'g'ri qo'ygan. Chunki inson avvalambor ishonishi kerak. Albatta tuzalaman, men sabablarni qilishim kerak.
Bundan tashqari doimiy stress, ya'ni fikrimizni nazorat qilishimiz kerak. Xayolimiz o'ylayapmiz, biz 1 minutda 70 dan 80 tadan ortiq fikrlar o'ylab keladi. Shularni ozgina kontrol qilsak agar, nazorat qilsak, ya'ni pozitiv kayfiyatda yursak, bu albatta davolash samaradorligini yaxshilaydi. Bundan tashqari dietalar, ovqatlar, gimnastikalar, sport bilan shug'ullanish ham bizni metodikani samarasini oshirishga yordam beradi. Agarda sizda mastopatiya, mioma, endometrioz hamda adenomioz va shunga o'xshash ginekologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizning Inject Medical klinikamizga murojaat qiling. Metodikamiz haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Biz sizga to'liq ma'lumot beramiz. Bizning klinikamiz Toshkent shahri Yunusobod tumani Nurziyo 42-manzilda joylashgan. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.